Biz sirli tabobat davolanish maskaniga keldik. Enures kasalligi bo'yicha nevaram bilan Abdullayeva Xosiyatxon opa, davolovchi vrach va hamshiralari bizni juda yaxshi kutib olishdi. Mani nevaram 10 yosh bo'ldi. Tungi shu Enures kasalligi bo'yicha kasallangan bir mahal shu yo'llab qo'yardi. Biz juda ko'p joylarda davolandik, ukol dorilar oldik, lekin hech ta'sirini bilmadik. Balki kelganimizga mana 5-kun bugun. Birinchi kundan ham natijasini bildik. Xudoga shukur, avvalo Xudo, lekin bu opa sababchi bo'lyaptilar. Bizni chiroyli kutib oldilar. Bizni ruhiyatimizni ko'tardilar. Hozir mana masajlarni olyaptilar, nuqtali masaj. Bankalar nimalarni qilishyapti chiroyli qilib. Biz batga kelganimizdan hech ham afsuslanmaymiz. Judayam xursandmiz. Doktorlardan iloyim tan jonlari sog' bo'lsin. Alloh hamisha bularga kuch quvvat bersin.